Chorva biznesida qaysi hayvon eng ko'p pul ishlaydi? Top 5 tani solishtiramiz. Oxirida g'olib ma'lum bo'ladi. 5-o'rinda quyon. Bir ona quyon yiliga 40-50 ta bola beradi. Boshlash uchun atiga 2-3 million so'm kerak. Go'shti, juni va terisi sotiladi, 3 tomonga daromad. 4-o'rinda qo'y. 2 millionga olib, 6 oyda semirtirib sot. Sof foyda 1,5 million. 3-o'rinda broiler tovuq. 45 kunda tayyor bo'ladi, eng tez aylanadigan biznes. 500 bosh tovuqdan oyiga 15-25 million so'm sof foyda. 2-o'rinda sigir suti. Tijorat fermasi kuniga 20 litr sut beradi. 10 sigirlik ferma oyiga 20-35 million so'm daromad keltiradi. Go'shti ham qo'shimcha foyda. 1-o'rinda baliqchilik. 1 gektar hovuzdan yiliga 5-8 tonna baliq. Xarajat kam, talab yuqori. Xulosa, baliqchilik eng yuqori daromad, sigir barqaror, tovuq tez aylanma, qo'y kam xarajat, quyon esa eng arzon boshlanadi. Byudjetingizga qarab tanlang. Keyingi videoda har bir biznesni boshlash uchun necha so'm kerakligini aytaman. Qolib ketmaslik uchun obuna bo'ling.